Mana bu JTL'larga qanday ism qo'yganimda o'rgatib qo'yaman. Qani unda biz videoni boshlaymiz. Ana bu rasmga e'tibor bering. Qanday qilib mana bu bunday bo'lib turibdi? O'ylanglarchi. Qanday qilib mana bu kichkina odam mana bu katta odamning qo'lini ushlab turibdi? Xo'sh, ikkilanmasdan videoni boshlayveramiz. Xo'sh, men bugungi videoda kreativdaman. Yaxshimisan, mushuk? Xo'sh, itim qani? Ertalab tushib olsin keyin. Xo'sh, qani unda biz boshlaymiz. Mana bu katta devorda men mana bunday qilib qurdim. Mana bular turibdi-yu. Mana bu nima edi? Obsidianmidi? Mana shularda hozir sizlarga o'rgatib qo'yaman. Hozir bunday qilib qurgandim. Toshni olasizlardagi mana shunaqa qilasizlar. Keyin mana bu yerni yorib yuborasizlardagi. Lava bilan suv olasizlar. Shunday qilib qo'yasizlardagi. Keyin tosh kerak bo'ladi. Bu tosh. Keyin mana bu kutish kerakda, mana bu lava pastga tushib olguncha kutish kerak. O'shandan keyin qilaverasizlar. Mening kuchim yonib ketyapti. Yo'q. Keyin esa mana bu yerda bunday qilib suv qo'yib yuborasizlar. Mana bo'ldi. Shu bilan ish bitadi. Keyin esa mana bu yerlarda yorib chiqasizlar. Mana shunday qilib. Keyin mana bu yerlarda qolib ketgan joylar bo'ladi. Mana shu yerlarda to'g'rilab qo'yasizlar. Meni devorimda mana bu ichi ham o'ralgan va men mana shuni ichini ham o'rab chiqqanman. Mana xuddi mana devordagidek bo'lib o'xshadimi? Mana bunday buni ham tepasi mana bu obsidian, mana bunda ham obsidian. Xullas men buni shunday qurgandim. Keyin esa ikkinchi savolga o'tamiz. Mana bu qishloqlarda ismini qanday qilib qo'ydingiz degan ismga avvalo mana buni olasizlar. Baribir mana shu qo'yurasizlardagi shitellarda mana shu yerga qo'yib, bittasini yo hammasini qo'yib yuborasizlardagi. Keyin meniga ism qo'yasizlar. Menimcha mana shuni qo'yib qo'yaman. Xo'sh, endi esa mana shuni qo'yasizlar va mana bunday ism chiqib keladi. Xo'sh, ana endi bu qaysi sit desalaring, bu Mimi degan sit. Hozir sizlarga yozib ko'rsatib beraman. Mana bu yerga kirib, mana bu joyga, mana shu yerga yezasizlardagi. Keyin mana bu so'z chiqib keladi. Keyin bu yerdan advocate degan joyga bosasizlar. Keyin esa mana bu sit degan joy turibdi. Mana shu yerga bosasizlar. Mana bosdim, keyin esa meniga Mimi deb yozasizlar. Keyin esa mana bu yerga bosasizlar. Mana bu yerga.
keyin esa xuddi mana shu qishloq chiqib keladi. Menda ham xuddi mana shunday bo'lgan va men bu yerlarni mana bunday qilib o'rab chiqqanman. Ko'ryapsizlarmi hozirgi qishloqda farqi? Va mana bu qishloqda farqi. Ko'ryapsizlarmi, men buni atigi 3 kunda qurib bitirganman. Mana bu devor o'ta ham oson bo'lgan. Oson bo'lgan demayman, lekin mana bu ichidagi narsalar qiyin bo'lgan. Mana bu devorda o'zini ham mana bu qolib ketgan joylari bo'lgan. Mana shu yerlarda o'rab chiqqanman. Xuddi mana bunga o'xshab, mana shundagi mana bunday yoriqlarni ko'radilaringmi? Xuddi mana shunday bunda ham bo'lgan. Keyin esa o'shaning uchun men mana ilagilarda yorib qo'ydim. Videoni anaqa qilib. Keyin esa men bu yerlarda bitirib chiqaman. Xullas, mana bu yuzni men bekorga qo'ymadim, chunki bu qasr o'ta ham yaxshi qasrligini bildirib turadi. Mana bu rasmga keladigan bo'lsak, mana bu rasm mana bu qirollikda anglatadi-da. Mana bu qasrda qirolligini anglatadi. Mana bu uskuna esa mana shu yerda to'g' bo'ladi. Keyin to'g' managa kelganda mana buni mashi bosaslardagi keyin managa to'g' tushadi. Keyin go'shi managa otilib tushadi. O'shanda mana uni yopasizlar, keyin go'shni maza yo'rasizlar. Issiqqina go'sht bo'ladi. Va mana buni o'zlaringiz bilasizlar. Men o'tgangi videoda ko'rsatib chiqqanman. Mana bu yerda ham bilasizlar. Bu yer meni pul saqlaydigan joyim. Va men mana bu mushugimni ham xuddi mana shunday qilib qo'yib qo'yganman. Mana ko'ryapsizlar. O'zi bu birinchi gepard bo'ladi. Keyin esa geparddan narsa berasizlardagi keyin mana shunday ahvolga keladi. Mana bu esa mening qishlog'im. Mana men bu yerlarni mana shunday qilib o'rab chiqqanman. Ko'ryapsizlar? Mana o'zi bu o'ta ham katta. Mana ko'ryapsizlar-ku. Men buni atiga 3 kunda qurib bitirganman. Mana bu qasrda atiga mana bu joylari qiyin xolos. Boshqa joylari qiyin emas. Mana bu joylarni bitirib chiqish qiyin. Mana bu ichidan yorib chiqish qiyindagi u yog'i oson. Mana bu temir esa mana bu xolos nima desam bo'ladi, mana bu kuchuklarimni mana pastga tushib ketmasligidan himoyalab turadi. Mana bu kuchuklarim esa mana bu nargi tarafdan, bu yoqdanmi, u yoqdanmi jang bo'layotgan bo'lsa, shundan menga xabar qilishmaydi-yu, to'g'ri aytyapman. Mana bu yerda mana ichi yorilgan. Chunki men buni yorib chiqqanman. O'ylaymanki bu video sizlarga yoqdi. Mana bu yerlarda ham men videoni to'xtatib yorib qo'yganman. Ko'ryapsizlar, o'z qo'lim bilan yorgandek ko'rinib turibdi. Mana bu eshiklarimda esa men avtomatikali qilib qo'ydim. Mana bu sizlar mushuklar suvga tushmaydi deb o'ylasalaring Minecraftda tushirgan. Chunki men bir marta mushugimda to'g'ri men mashaga kelganimda mushugim mashaga kelganda keyin mana bu basseynimga sakragan. Ko'ryapsizlar, Minecraftda mushuklar suvga tushishi mumkin ekan. Keyingi mana bu yerlarim menimcha yaxshi. O'zi boshida sizlar qurganlaringizda mana bu yerlar o'ta ham katta, o'zingiz esa mitta bo'lib ko'rinasiz, lekinchi bora kun o'tgan sari mana bu yerlarga ham ko'nikib borasiz. O'ylaymanki bu video sizlarga yoqdi. Mana buni endi yorib chiqish kerak. Sizlar o'rganvoldilaring degan umiddaman. Agar o'rgan bo'lsalaring, unda yaxshi. Mana bu yerda o'zi bu bo'lmasligi kerak edi-yu. Kimni ko'rib qoldim?
Nima qilyapsan mayda, ey? Seni isming yo'q ekan, nima deb chaqirsam bo'ladi? Lapashengvoy bo'lmaydi. Rostdan sen Lapashengvoyga o'xshab ketyapsan. Lapashengvoy deb chaqiraman. Ismingga ham mana shunaqa qilib qo'yish kerak o'zi. Xo'sh. Keyin mening qirolligimda mana bu yerda men bekorga qo'ymadim, chunki bu yerda mening mana bu mushugim mana shu yerga keladidagi, mana bu yerda maza qilib dam olib yotadi. Men bunga endi narsalar qo'yib qo'yaman. Keyin yanagi videoda ko'rsataman. Xullas, shu bilan videomiz mohiyasiga yetdi. Yanagi videolargacha ko'rishguncha xayr. Bu savollarda sizlar o'tgangi kommentda beruvdilaring, o'shancha men buni bajarishga qaror qildim. O'ylaymanki bu video sizlarga yoqdi. Agar shu video yoqqan bo'lsa, like bosing va obuna bo'lishni unutmang. Xullas, video tugadi. Xayr.